Agar siz pensiyangizni bank kartasiga olsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, bobo-buvingiz nogironlik pensiyasi oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya kartaga tushgani bilan ish tugamaydi. Kartadan pul yechish, bank komissiyasi, muddatdan o'tgan karta bloklangan, hisob, ishonchnoma, SMS xabar, firibgarlar. Qarzdorlik sababli ushlab qolish kabi masalalarni bilmaslik odamni juda qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Men bugun pensiyasini kartaga oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan eng muhim jihatlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa keksa insonlar ko'p duch keladigan yashirin muammolarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning yoki yaqinlaringizning pulini asrab qolishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd shaklda olardi. Ba'zi joylarda pochtachi uyma-uy yurib pensiya tarqatardi. Ayrimlar esa maxsus joyga borib pulini qo'lga olardi. Bu usulning o'ziga yarasha qulay tomoni bor edi. Odam pulni ko'rardi, sanardi, qo'liga olardi va o'sha zahoti ishlatardi. Lekin muammolari ham kam emas edi. Pul kechikishi mumkin edi, navbat bo'lardi. Keksa odam yo'l yurishga majbur bo'lardi. Ba'zida uyda bo'lmasa qayta kelish kerak bo'lardi. Eng yomoni katta miqdordagi naqd pulni olib yurish xavfsiz emas edi. Hozir esa pensiyalar ko'p hollarda bank kartasiga o'tkazilyapti. Buning maqsadi bir tomondan qulaylik yaratish. Pul tushadi, odam bankomatdan yechadi, do'konda karta orqali to'laydi, kommunal to'lov qiladi, mobil ilova orqali pul o'tkazadi. Ikkinchi tomondan davlat va bank tizimi uchun ham bunday to'lovlar tartibliroq bo'ladi. Kimga qancha tushgani elektron tizimda ko'rinadi. Yo'qolish yoki noto'g'ri tarqatish xavfi kamayadi. Lekin men ko'p uchratadigan asosiy muammo shuki, odamlar pensiya kartaga tushganini biladi, ammo kartadan foydalanish qoidalarini bilmaydi. Ayniqsa yoshi katta insonlar pin kodni boshqalarga aytib qo'yadi. Kartani qo'shniga yoki qarindoshga berib yuboradi. Telefoniga kelgan SMS kodni aytib yuboradi. Bankomat pul bermasa vahimaga tushadi. Karta muddat tugaganini bilmay yuradi. Natijada pensiya kelgan bo'lsa ham odam o'z puldan vaqtida foydalana olmaydi yoki firibgarlar qurboniga aylanadi. Birinchi navbatda pensiyasini kartaga oladigan har bir pensioner e'tiborli bo'lishi kerak. Bu yoshga doir pensiya bo'ladimi? Nogironlik pensiyasi bo'ladimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'ladimi? Farqi yo'q. Pul karta orqali tushsa, demak karta xavfsizligi va bank qoidalarini bilish zarur. Ikkinchi navbatda pensionerning farzandlari, nabiralari, yaqin qarindoshlari buni bilish kerak. Chunki ko'p hollarda keksa odam bankomatdan pul yecha olmaydi, mobil ilovani tushunmaydi, banka borishga qiynaladi. Shunda farzandi yordam beradi. Lekin yordam beraman deb noto'g'ri ish qilib qo'yish ham mumkin. Masalan, otasining kartasini olib pin kodni bilib har oy pul yechib yuradi. Agar oilada ishonch bo'lsa ham huquqiy jihatdan bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa meros, nizo qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, keyin hamma pul harakati savol ostida qolishi mumkin. Uchinchi navbatda pensiyasidan kredit, aliment, jarima yoki boshqa qarzdorlik ushlab qolinayotgan insonlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki odam 2 million so'm pensiya kutadi, lekin kartaga 1 million 400 ming so'm tushadi. Keyin bank aybdor deb o'ylaydi. Aslida qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda vahima qilmasdan, avval pensiya jamg'armasi, bank va majburiy ijro byurosi orqali sababini aniqlash kerak. Oddiy misol keltiraman. Bir pension oyga 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U kartaga pul tushishi bilan bankomatga boradi, lekin hisobida 20 million 200 ming so'm ko'rinadi. U bank pensiyamni kamaytiribdi deb o'ylaydi. Aslida uning eski kredit bo'yicha qarzi bo'lgan, sud qarori chiqqan va ma'lum qismi ushlab qolingan. Demak, kartaga tushgan summa kutilgandan kam bo'lsa, darhol bank xodimi bilan tortishish emas, avval rasmiy ma'lumot olish kerak. Eng avvalo, karta bu shunchaki plastik emas. Karta sizning bank hisobingizga kirish kalitidir. Kimda karta, pin kod, telefon raqami va SMS kod bo'lsa, u pulingizga yaqinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya kartasini pasport kabi asrang. Pasportni begonaga berib yubormaysiz. Pin kodni ham hech kimga aytmaysiz. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, operator ham sizdan pin kod yoki SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir telefon qilib, men bankdanman, pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting desa, bu deyarli har doim firibgarlik alomati. Ikkinchi muhim masala karta muddati.
har bir kartaning amal qilish muddati bo'ladi. Odatda kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1926 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil sentyabr oyigacha amal qiladi. Muddati tugagan karta orqali bankomatdan pul yechib bo'lmasligi, do'konda to'lov o'tmasligi mumkin. Ammo bu pensiyangiz yo'qoldi degani emas. Pul hisobda turadi. Faqat kartani yangilash kerak bo'ladi. Buning uchun bankka pasport bilan boriladi. Eski karta topshiriladi yoki ariza yoziladi. Yangi karta olinadi. 3-masala, karta yo'qolsa nima qilish kerak? Ko'pchilik karta yo'qolganini sezib 1-2 kun kutadi. Balki topilib qolar deydi. Bu juda xavfli. Agar karta yo'qolsa, darhol bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Agar mobil ilova bo'lsa, ilova orqali ham bloklash mumkin. Keyin bankka borib qayta chiqarish uchun ariza beriladi. Bu yerda vaqt juda muhim. Masalan, kartada 2 million so'm pensiya turgan bo'lsa, karta va PIN kod birga yo'qolgan bo'lsa, pul juda tez yechib olinishi mumkin. 4-masala, bankomat pul bermasa, lekin hisobdan yechilgandek ko'rinsa, nima qilish kerak? Bunday holatlar kam bo'lsa-da uchraydi. Masalan, pensioner 1 million so'm yechmoqchi bo'ldi, bankomat xatolik berdi, pul chiqmadi, lekin SMSda pul yechildi degan xabar keldi. Bu paytda bankomatni tepish, baqirish, boshqa odamga kartani berish kerak emas. Eng to'g'ri yo'l bankomat joylashgan manzilni eslab qolish, vaqtini yozib olish, chek chiqqan bo'lsa saqlash, darhol bankka murojaat qilish. Odatda bank tekshiruv o'tkazadi. Bankomatdagi ortiqcha pul va elektron yozuvlar solishtiriladi. Agar haqiqatan pul chiqmagan bo'lsa, summa qaytariladi. Lekin buning uchun rasmiy murojaat qilish shart. Ko'pchilik pensiya kartasidan pul yechganda komissiyaga e'tibor bermaydi. Bankomatdan pul yechishda qaysi bank kartasi, qaysi bankomat va qanday shartlar qo'llanishi muhim. Ba'zi hollarda pensiya kartasidan o'z bankining bankomatida naqd pul yechish qulay va arzon bo'ladi. Boshqa bank bankomatidan foydalansa, komissiya olinishi mumkin. Masalan, odam 2 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Lekin foiz komissiya bo'lsa 20 ming so'm xarajat qiladi. Bir qaraganda kichikdek tuyuladi, lekin har oy shunday bo'lsa, bir yilda 2 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun sezilarli pul. Men shuni maslahat beraman. O'zingizga xizmat ko'rsatayotgan bankdan aniq so'rang. Pensiya kartasidan naqd pul yechishda qaysi bankomatlarda komissiya yo'q yoki kam, bir kunda qancha yechish mumkin? Oy davomida cheklov bormi? Chunki ba'zan odam katta xarajat uchun birdaniga 5 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat esa kunlik limit sabab bermaydi. Bu karta bloklandi degani emas. Shunchaki limit bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Ona 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Har oy nabirasi uni eng yaqin bankomatga olib boradi. U bankomat boshqa bankniki ekanini bilmaydi. Har safar komissiya ketadi. Oila esa bir necha oy davomida buni sezmaydi. Keyin hisoblab ko'rsa, ancha pul komissiyaga ketgan. Demak, nafaqat pul tushganini, balki qayerdan va qanday yechishni ham bilish kerak. Agar pensiyangiz har oy odatdagidek kartaga tushayotgan bo'lsa, karta muddati amalda bo'lsa, PIN kodni hech kimga bermagan bo'lsangiz, SMS kodlarini aytmagan bo'lsangiz, kartangiz yo'qolmagan bo'lsa va hisobdan tushunarsiz pul yechilmayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga hojat yo'q. Kartaga pensiya olishning o'zi xavfli narsa emas. Xavf odam qoidalarini bilmaganda paydo bo'ladi. Shuningdek, kartadagi pulni birdaniga to'liq yechib olish shart emas. Ba'zi odamlar pensiya tushishi bilan hammasini naqd qilib oladi. Chunki kartada pul tursa yo'q bo'lib qoladi deb qo'rqadi. Aslida karta xavfsiz ishlatilsa, pul hisobda turaveradi. Aksincha, hamma pulni naqd qilib olib uyda saqlash ham xavfli. Uyga begona odam kirishi, pul yo'qolishi, yong'in yoki boshqa kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun har kim o'z ehtiyojiga qarab qaror qilishi kerak. Bir qismini naqd olish, bir qismini kartada qoldirish ham mumkin. Lekin men doim bir narsani eslataman. Kartada pul qoldirgan bo'lsangiz, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsin. Chunki SMS xabarlar orqali hisob harakatini ko'rib turasiz. Agar siz qilmagan to'lov haqida SMS kelsa, darhol bankka murojaat qilasiz. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. Eski raqam boshqa odamga o'tib ketgan bo'lsa, bu xavf tug'dirishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan nozik masalalardan biri bu ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar kasalligi yoki uzoq masofa sabab bankka bora olmaydi. Shunda farzandi yoki boshqa ishonchli odam orqali pulini olishni xohlaydi. Bunday vaziyatda og'zaki kelishuv yetarli emas.
huquqiy jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada kimning nomidan, qaysi bankda, qaysi amallarni bajarishi mumkinligi aniq yozilgani ma'qul. Bu keyinchalik nizolarni kamaytiradi. Ikkinchi nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi odamlar otam yoki onam vafot etdi, lekin kartasida pul bor edi, men farzandiman, yechib oldim deb o'ylaydi. Lekin vafotdan keyingi pul harakatlari meros, ortiqcha to'lov, qonuniylik masalalarini keltirib chiqarishi mumkin. Agar yaqin inson vafot etsa, tegishli idoralarni xabardor qilish. Bank va pensiya jamg'armasi bilan qonuniy tartibda ish ko'rish kerak. Aks holda keyin qaytarish talabi, tekshiruv yoki nizolar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik sabab karta bloklanishi yoki pul ushlanishi. Ayrim pensionerlar sud qarori, aliment, kredit, kommunal qarz yoki jarima sabab hisobidan pul ushlanganini ko'radi. Bu yerda hammasi bir xil emas. Pensiyaning hammasi olib qo'yish mumkinmi? Qancha qismi ushlanadi? Qanday hujjat asos bo'lgan? Bularni aniqlash kerak. Men tavsiya qiladigan yo'l, bankdan hisob bo'yicha ko'chirma oling, qaysi tashkilot talab qo'yganini aniqlang, keyin o'sha tashkilotga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 4-nozik jihat, mobil ilova. Yoshlar uchun mobil ilova qulay, lekin pensioner uchun xavfli ham bo'lishi mumkin. Agar nabira telefoniga buvisining kartasini ulab qo'ysa, keyin parolni bilsa, pul o'tkazmalari nazoratsiz qolishi mumkin. Men barcha o'yinlarni yomon demayman, lekin amaliyotda o'ylay nizolar, tushunmovchiliklar, hatto yaqinlar tomonidan pul yechib olish holatlari ham uchraydi. Shuning uchun mobil ilovadan kim foydalanishini, parol kimda ekanini, karta qaysi raqamga ulanganini aniq bilish kerak. 5-nozik jihat. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular odatda shunday gapiradi: pensiyangiz oshiriladi, kartangiz bloklanadi, kompensatsiya beriladi, davlatdan yordam puli chiqdi, bankdan tekshiruv bo'lyapti. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod yoki PIN kodni so'raydi. Esingizda bo'lsin, karta raqamini aytishning o'zi ham har doim xavfsiz emas, ayniqsa boshqa ma'lumotlar bilan birga. SMS kod esa umuman aytilmaydi. SMS kod bu pulingiz eshigining kaliti. Uni aytsangiz, firibgar eshikdan kiradi. Endi pensiyasini kartaga oladigan odam aniq nima qilish kerak? Shuni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Uning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kungacha kutmang. Oldindan bankka borib yangilash tartibini so'rang. Pasportingizni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan yoki notariusdan ishonchnoma tartibini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank bilan bog'langan telefon raqamini tekshiring. SMS xabarlar kelyaptimi? Ilovaga kirish ishlayaptimi? Telefon raqam sizning nomingizdami yoki hech bo'lmasa siz doim foydalanadigan raqammi? Shuni aniqlang. Agar raqam yo'qolgan, ishlamayotgan yoki boshqa odamda bo'lsa, bankka borib almashtiring. Bu juda muhim. Chunki ko'p tasdiqlash kodlari aynan telefon orqali keladi. 3-qadam, PIN kodni yodda saqlang, lekin kartaning ustiga yozmang. Ko'pchilik keksa odam unutmaslik uchun PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlaydi. Bu juda xavfli. Agar hamyon yo'q bo'lsa, karta ham, kod ham birga ketadi. Yaxshisi eslab qolish oson, lekin boshqalar topa olmaydigan raqam tanlang. Tug'ilgan yil 1001, 1234, 1000 kabi raqamlar xavfli. 4-qadam. Har oy pensiya tushganda hisobni tekshiring. Agar SMS xabar kelmasa, bankomat orqali balansni ko'ring yoki bankka murojaat qiling. Kutilgan summa bilan tushgan summa farq qilsa, sababini aniqlang. Bankdan hisob ko'chirmasi olish mumkin. Pensiya miqdori bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan ma'lumot olinadi. 5-qadam, pulni yechishda to'g'ri bankomatdan foydalaning. O'zingizga xizmat ko'rsatayotgan bankning bankomatlari qayerda joylashganini bilib oling. Komissiya bor yo'qligini so'rang. Agar katta summa yechmoqchi bo'lsangiz, bankomatda yetarli pul bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bank kassasiga murojaat qilish ham mumkin. Ayniqsa to'y, davolanish, uy ta'miri kabi katta xarajatlar oldidan pulni oldindan rejalashtiring. 6-qadam. Karta yo'qolsa yoki shubhali SMS kelsa, darhol harakat qiling. Bankning rasmiy kol markaz raqamini oldindan telefoningizga saqlab qo'ying.
Raqamni tasodifiy Telegram xabardan yoki notanish odamdan olmang. Bankning rasmiy sayti. Ilovasi yoki karta o'rtidagi raqamdan foydalaning. Kartani bloklatishdan qo'rqmang. Bloklatilgan karta pulni yo'q qilmaydi. Aksincha pulni himoya qiladi. 7-qadam yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar pensiya tushmasa, kam tushsa, bankomat pul bermasa, hisobdan notanish pul yechilsa, faqat og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Banka yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumotlari, karta yoki hisob raqami, muammo sanasi, summa, bankomat manzili, telefon raqamingiz aniq yozilsin. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu keyin masalani tezroq hal qilishga yordam beradi. 8-qadam. Oilada ochiq kelishuv qiling. Agar pensionerning pulini farzandi yechib beradigan bo'lsa, buni tartibli qiling. Qancha pul yechildi, nimaga ishlatildi, pensionerning o'zi rozimi, bular aniq bo'lsin. Men ko'p hollarda shunday nizolarni ko'raman. Bir farzand pul yechib yurgan, boshqa farzand keyin onamning pensiyasi qayerga ketdi deb so'raydi. Bunday gap so'z bo'lmasligi uchun ham shaffoflik kerak. Tasavvur qiling. 7-2 yoshli otaxon oyiga 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. U har oy pul tushgan kuni bankomatga boradi va hammasini yechadi. Bir kuni bankomat 1 million so'm beradi, qolganini bermaydi. Chunki bankomatda naqd pul tugaydi. Otaxon karta bloklandi deb o'ylab vahimaga tushadi. Aslida hisobda qolgan pul turibdi. U boshqa bankomatdan yechishi yoki bank kassasiga borishi mumkin. Demak, bankomat pul bermasa, bu har doim hisobda pul yo'q degani emas. Yana bir vaziyat. Olimiz 8 yoshli ayolga telefon qilishadi. Sizga pensiyaga qo'shimcha 500 ming so'm yordam puli chiqdi. Kartangizni tasdiqlashimiz kerak deyishadi. Ayol ishonib SMS kodini aytadi. Bir necha daqiqada kartasidagi 1 million 700 ming so'm boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin bankka borsa, operatsiya SMS tasdiqlash orqali qilingan bo'ladi. Bu yerda pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Shuning uchun men yana takrorlayman, hech kimga SMS kod aytilmaydi. 3-vaziyat. Pensionerning kartasi muddati tugaydi, lekin u buni bilmaydi. Pensiya hisobga tushadi, ammo do'konda to'lov o'tmaydi, bankomat pul bermaydi. U pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'xtamagan, karta yangilanishi kerak. Shunday oddiy narsa odamni bir necha kun ovora qilishi mumkin. Shuning uchun karta muddatini oldindan tekshirish zarur. 4-vaziyat. Bir insonning pensiyasi 2 million 400 ming so'm, lekin kartaga 1 million 800 ming so'm tushadi. U bankni ayblaydi. Tekshirsa eski aliment qarzi bo'yicha ushlab qolish bor. Demak, kutilgan summa tushmasa, birinchi navbatda sababini hujjat bilan aniqlash kerak. Bank faqat hisobga tushgan va hisobdan chiqqan operatsiyalarni ko'rsatadi. Pensiya hisoblashni, pensiya jamg'armasi ijro hujjatini esa tegishli ijro organi tushuntiradi. Yana bir muhim holat. Pensioner kasalxonada yotadi. Kartasi uyda qoladi. Qarindoshi pul yechib dori olishni xohlaydi. Agar PIN kod ma'lum bo'lsa, texnik jihatdan yechishi mumkin. Lekin kelajakda nizo chiqmasligi uchun pensionerning roziligi, imkon bo'lsa ishonchnoma yoki hech bo'lmasa oilaviy shaffoflik zarur. Ayniqsa katta summalarda bu juda muhim. Agar muammo bank kartasi, bankomat, SMS, bloklash, komissiya, karta muddati yoki hisobdan pul yechilishi bilan bog'liq bo'lsa, birinchi navbatda bankka murojaat qilinadi. Bank filialiga pasport bilan boring. Agar karta egasi o'zi bora olmasa, ishonchnoma tartibini so'rang. Bankdan hisob ko'chirmasi, operatsiyalar tarixi, komissiya shartlari haqida ma'lumot olish mumkin. Agar muammo pensiya miqdori, pensiya kechikishi, qayta hisoblash, indeksatsiya, hujjatlar yoki pensiya tayinlanishi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. U yerga pasport, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlar, kerak bo'lsa mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar yoki boshqa asoslar olib boriladi. Har bir holat alohida ko'riladi. Agar muammo qarzdorlik, sud qarori, aliment, jarima yoki majburiy undirish bilan bog'liq bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ orqali aniqlik kiritiladi. Bu holatda bank ko'pincha faqat talab kelganini bajaradi. Shuning uchun bank pulimni olib qo'ydi deb o'ylashdan oldin ushlab qolish kimning talabiga asosan bo'lganini bilish kerak. Agar firibgarlik bo'lsa, ya'ni siz SMS kod aytib yuborgan bo'lsangiz, kartadan pul yechilib ketgan bo'lsa, notanish odam pul o'tkazishga majbur qilgan bo'lsa, darhol bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Vaqtni cho'zmang.
Har bir daqiqa muhim. Telefon raqamlari, yozishmalar, SMS'lar, chek va skrinshotlarni o'chirib yubormang. Bular dalil bo'lishi mumkin. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin mas'uliyat talab qiladi. Karta muddati, PIN kod, SMS kod, telefon raqam, bankomat komissiyasi, ishonchnoma. Qarzdorlik va firibgarlik masalalarini bilgan odam o'z pulini ancha yaxshi himoya qiladi. Men bugun sizga eng ko'p uchraydigan holatlarni, real hayotdagi misollarni va nima qilish kerakligini tushuntirdim. Eng asosiy qoida shuki, PIN kod va SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta yo'q bo'lsa darhol bloklanadi. Tushunarsiz, pul harakati bo'lsa yozma murojaat qilinadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsa. Bu videodagi maslahatlarni albatta ularga ham tushuntiring. Kommentariyada yozing. Siz pensiyani kartaga olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Bankomat, karta muddati yoki komissiya bo'yicha savolingiz bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.